obunachlarimiz Chimdovdan 67-yil, 68-yil tog'alarimiz kelishdi. Faqat bularning bir fikrlarini eshitdik. Endi go'sht to'g'risida o'zingizdan sizdan bir fikr eshitaylik, yaqinroq keling. Chimdovdan kelishdi mana mehmon tog'alarimiz. Go'shtimiz qanaqa ekan? Assalomu alaykum avvalambor. Mana Mansur Beyga mana kalla pocha mana yangi qo'rg'on ochgan ekanlar. Kelib kalla pochani yedik, xudo xolasa. Yaxshi maza qildik. Shuna o'sha Chindovuldan shega yerinmasdan kalla pocha yeymiz deb keldik. Kelganlarga avgust tumanlari Chiqmadi, xudo xolasa zo'r. Mana ham sheriklar ham o'yga olishibdi. Xudo xolasa kelib turamiz. Duoda biz mana. Ming rahmat. Albatta. Ana yoqqanidan hatto uyga ham oldi ikkinchi avvaliga. Yashaylar, rahmat. Sog' bo'linglar. Yana ko'p-ko'p kelib turaverasizlar, xudo xolasa. Sog'ingiz bo'ldi bo'ladi. Yaqinda borib bir duo qiling. Yo sizdan yo duo qiling. Bismillahirrohmanirrohim. Alhamdulillah. Alloh qilayotgan kasblaringizni bola chaqalaringizni orzu havasini ko'ring. Amin. Alloh o'tganlarni rahmatiga olganmiz, qolganlarni salomat qilsin. Neki yaxshi niyat qilgan bo'lsak, niyatimizga yetaylik. Alloh oqibatimizni bundan-da ziyoda qilsin. Rabbana atina fid dunya hasanatan va fil oxirati hasanatan va qina azabannar. Sallallohu alayhi va ashabi ajmain rahmatika rahmanir rahim. Ming rahmat. Kamchilarga uzr olma.